Shotlandiyani mana bu kartasiga qarang. Bir qarashda oddiy davlatga o'xshaydi, lekin xaritani ozgina uzoqlashtirsa, Shotlandiya birdan yo'qolib, Buyuk Britaniyaning ichiga kirib ketadi. Bu davlatning o'z parlamenti, O'z hukumati, bayrog'i, qonunlari va futbol terma jamoasi bor, lekin armiyasi, valyutasi va tashqi siyosati yo'q. Xo'sh, Shotlandiya o'z aslida mustaqil davlatmi? bugungi videoda ham aynan shu savolga javob topishga harakat qilamiz. Lekin javobi siz o'ylaganchalik oddiy emas. Eng qizig'i, bu savolni shotlandiyaliklarning o'ziga bersangiz, Ko'pi ikkilanmasdan Shotlandiya alohida mamlakat deydi, lekin milliy tuyg'u bilan xalqaro huquq bir xil narsa emas. Shotlandlar o'zini alohida xalq deb atashi mumkin, ammo butun dunyo fikri boshqacha. 2022-yilgi aholi ro'yxatidan odamlarning 80% dan ko'proq qismi o'zini faqat Scottish, ya'ni Shotland deb ko'rsatgan. Shunaqa, Shotlandlar o'zini alohida xalq deb biladi va Shotland ekanligidan faxrlanadi. shotlandiyaliklarni English deb chaqirish bu eng katta xatolardan biri. Ularni Britaniyalik deyish esa biroz murakkabroq. Ba'zilar buni qabul qiladi, ba'zilarga aytsangiz gap eshitib olasiz. Shotlandiyaning o'z madhiyasi ham bor va eng qiziq tomoni u madhiya so'zlari Britaniya mag'lub etilgani haqida. Buni Shotlandda faxr bilan aytadi. Hatto futbol va boshqa sport o'yinlarida ham rasman shu madhiyani qo'yiladi. Muxlislar stadionni to'ldirib etishadi. Lekin paradoks shundaki, hamma uni Shotlandiya madhiyasi deb biladi, ammo u rasman davlat madhiyasi emas. Shotlandiyaning o'z bayrog'i, milliy ramzlari, tarixiy qahramonlari, alohida huquq va ta'lim tizimi bor. Hatto 3 asrdan ortiq Buyuk Britaniya tarkibida yashasa ham, u milliy o'zligini yo'qotmagan. Agar videoni hozirgacha ko'rgan bo'lsangiz, o'ylashingiz mumkin. Demak, Shotlandiya bu mustaqil davlat. Lekin bunaqa qaror qabul qilishga hali shoshilmang. Agar Shotlandiya alohida davlat bo'lmasa, nega u xalqaro o'yinda alohida terma jamoa bo'lib maydonga tushadi? Tarixdagi birinchi tan olingan xalqaro futbol uchrashuvi ham 1872-yilda aynan Shotlandiya va Angliya o'rtasida o'tkazilgan. Umuman milliy terma jamoalar o'rtasidagi futbolning o'zi bu ikki millat bir-biriga qarshi chiqqan kundan boshlangan. Buni ko'rib, Shotlandiya alohida davlat ekan-ku deb o'ylashingiz mumkin. Shotlandiya futbol, regbi va ayrim boshqa sport turlarida alohida qatnashadi, lekin olimpiada, tennis va shunga o'xshagan sport turlarida Buyuk Britaniya tarkibida chiqadi. Ko'rib turganingizdek, hatto sportda ham jigarlik bor. Buning sababi futbol aslida Britaniyada paydo bo'lgan va undagi davlatlar o'z futbol tashkilotlarini yaratishgan va keyinchalik FIFA ga ham a'zo bo'lishgan. Olimpiada esa butun davlatni qabul qilgan xolos. Sportga qarab ham bu savolga javob topishi imkoni bo'lmadi. Bu savolning javobini topish uchun keling yaxshisi Shotlandiya qanaqa qilib va qachon mustaqilligini yo'qotganini ko'rib chiqamiz. Shotlandiya uzoq asrlar davomida mustaqil qirollik bo'lib kelishgan. Ularni yengish shunchalik qiyin bo'lganki, hatto qadimiy Rimliklar ularni yenga olmay devor qurishgan. O'rta asrlarda Angliya Shotlandiyani bosib olish uchun juda ham qattiq harakat qilgan. Sher yurak filmi esizdami? William Wallace va boshqa shotlandlar Angliyaga qarshi kurash haqidagi haqiqiy tarixiy voqealar aynan o'sha filmda ko'rsatib berilgan. Angliya bir paytlar dunyoning eng katta qismiga ega bo'lishgan, lekin shunda ham Shotlandiyaga kuchi yetmagan. Lekin kinolarda Shotlandiya qilich bilan yutqazgandek ko'rsatiladi. Asli haqiqat esa umuman boshqacha. Uni shunchaki stol atrofida hal qilishgan. Ko'rib turganingizdek, korrupsiya har bitta davlatda bor. Angliyaliklar shunchaki Shotland parlament a'zolarini pora berish evaziga sotib oladi va 1707-yilda Shotlandiya va Angliya parlamentlari ittifoq aktlarini qabul qiladi. Bitta Buyuk Britaniya qirolligini yaratadi. Shotlandiya parlamenti yopiladi va suveren qarorlar hammasi Londonga o'tadi. Angliyaliklar Shotlandiya siyosatchilariga 400 ming funt sterling pul berishgan. Tasavvur qilishingiz uchun, bu hozirgi kunda 7 milliard dollar degani. Bu holatni ko'rgan oddiy xalq esa norozilik qilib, davlat sotildi deb qo'zg'olonlar qila boshlashadi. Lekin Shotlandiya iqtisodiy inqirozga uchrayotgan edi va Britaniyaga qo'shilish yagona chora bo'lgan. Angliyaliklar oddiy xalqqa din erkinligini bergan, ularni siyosiy qonuniy kuchlarini saqlab qolishni va'da bergan va shu yo'l orqali ularni tinchlantirishgan. Shunaqa qilib davlat g'oyib bo'ldi.
lekin uni eslatib turadigan millat tirik qoldi. 1999-yilda Shotlandiya parlamenti qayta ochildi. Bugun Edinburg sog'liq, ta'lim, adliya, uy-joy va ayrim soliqlarni boshqaradi. Ammo mudofaa, tashqi siyosat, immigratsiya va valyuta hozircha Londonda qolgan. Hozircha deyishimning eng asosiy sababi 3 asr o'tganidan keyin Shotlandiya yana mustaqillik uchun kurashga kirishdi. Lekin bu safar o'zini xalqi bunga qarshi chiqdi. Mustaqillikka erishish uchun shunchaki bayroqlarni almashtirish kamlik qiladi. O'zimizni tariximizdan yaxshi bilamiz. Bu uchun ancha kurashish kerak va eng muhimi odamlarning o'zi mustaqil bo'lishni xohlashi kerak. Shotlandiyada shunga imkoniyat bor edi. 2011-yilda Shotlandiya parlamentida Mustaqillik partiyasi katta ustunlik bilan g'olib chiqadi va Britaniya hukumatini mustaqillik referendumi uchun ko'ndiradi. Asosiy sabablardan biri Britaniya hukumati bu masalani uzul-kesil hal qilamiz deb o'ylab, bunga rozi bo'ladi. Va uzoq kutilgan referendum 2014-yilga belgilandi. Lekin referendumdan oldin ikkala tomon ham katta PR kampaniya uyushtirishadi. Saylovga yaqin qolganida esa britaniyaliklar xato qilganini tushunib qolishadi. 300 yilda ikkita tizim shu qadar birlashib ketgandiki, ularni ajratish nerv tolalarini operatsiya qilishga o'xshaydi. Mumkin, lekin juda qonli bo'ladi. Buyuk Britaniya bunga qarshi chiqish uchun o'z sabablari bor edi. Birinchi muammo pul. Mustaqil Shotlandiya Britaniya funtini ishlatishda davom etadimi? London bilan rasmiy valyuta ittifoqi tuzadimi yoki o'z valyutasini chiqaradimi? Har bir variant narxlar, banklar, qarz va pensiyalarga ta'sir qiladi. Shotlandiyaning butun iqtisodiyoti o'zgarib ketishi, hatto inqirozga uchrashi ham mumkin. Agar Britaniya funt sterlingini ushlab qoladigan bo'lsa, unda Britaniyaga hali ham qaram bo'lib qolmaydimi? Ikkinchi muammo chegara. Shotlandiya mustaqil bo'lsa, uning eng katta savdo hamkori bo'lgan Angliya bilan chegara paydo bo'lishi mumkin. Bu yuklar, bojxona, ishchilar, tovar almashinishi, kirib chiqishlar va kundalik hayotga ta'sir qiladi. Brexit bu muammoni yanada og'irlashtirdi. Agar Shotlandiya mustaqillikka erishsa, aniq Yevropa ittifoqiga qaytib qo'shiladi. Oqibatda Buyuk Britaniya bilan chegara joriy qilishga majbur. Tasavvur qilishingiz uchun Andijon va O'sh orasidagi chegara doim bahsli, bitta millat vakillari ikki tomonda. Qarindoshlar, qo'shnilar doimiy bordi keldi qilib yurgan paytida dabdurustdan to'xtagan. Va uchinchi muammo bu neft. Shimoliy dengiz resurslari mustaqillik tarafdorlariga katta iqtisodiy argument berdi. Ya'ni ular shu neft bizda qoladi agar mustaqil bo'lsa deb boshqa shotlandlarni ham o'ziga og'dirib olishgan. Lekin neft narxi o'zgaruvchan, zaxiralar cheklangan va kelajak baribir yashil energiyaga qarab ketyapti. Eng keskin muammo esa bu mudofaa. Shotlandiyaning o'z armiyasi va mudofaa qurollari yo'q. Uning ustiga Glasgow yaqinidagi Fastlane bazasida Buyuk Britaniyaning yadro qurollari Trident suvosti kemalari joylashgan. Mustaqil Shotlandiya ularni chiqarib yuborsa, Britaniya butun yadroviy tizimi uchun yangi baza topish kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, London Shotlandiyani shunchaki ushlab turgani yo'q. Bu yerda pul, hudud, savdo, energiya, armiya va yadro energiyasi bir-biriga bog'langan. 300 yillik ittifoq, ikki davlat iqtisodiyoti, millati, kelajagi bitta qog'ozda hal bo'lishi kerak edi. Har tarafdorlari mustaqillikni o'z qarorlarini o'zi qabul qilish, ijtimoiy siyosatni Edinburgdan boshqarish va milliy davlatni qaytarish deb tasavvur qilishgan. Yo tarafi esa valyuta, pensiya, banklar, savdo va xavfsizlikdagi noaniqliklardan xavotirga tushishgan. Oilalar, o'rtoqlar, avlodlar va butun davlat ikkiga bo'lindi. Ko'chalarda ikki xil bayroq, ikki xil kelajak va bir xil qo'rquv bor edi. Ketib pushaymon bo'lishmi yoki qolib imkoniyatni yo'qotishmi? Tasavvur qiling, mehmonga borganda, ko'chaga chiqqanda, telefonda gaplashganda faqat shu asosiy mavzu edi. 18-sentyabr kuni ovoz berish boshlandi va qariyb 85% odamlar saylovga keldi. Tasavvur qilishingiz uchun bu почти butun Shotlandiya degani. Natija esa 55% yo'q, 45% ha. 2014-yilda Shotlandiya xalqining ko'pchiligi mustaqillikdan ko'ra Buyuk Britaniyada qolishni tanladi. Agar Sher-Yuriya qahramoni buni ko'rganida, go'rida aniq tikka turgan bo'lardi. Lekin keyingi voqealar bu holatni butunlay o'zgartirib yubordi. Oradan 2 yil o'tib Brexit, Buyuk Britaniyaning o'zi Yevropa ittifoqidan chiqib ketish masalasida referendum o'tkazdi. Unga ko'ra Shotlandiyaning asosiy qismi Yevropada qolishni xohladi, ammo Angliya va Walesdagi natijalar sabab Buyuk Britaniya Yevropadan chiqib ketishni tanladi. Mana sizga demokratiya. 2014-yilda Shotlandiya mustaqilligiga ovoz berganlar endi bu qarorlaridan pushaymon yeya boshlashdi. Shotlandiya hukumati ikkinchi referendum o'tkazishga urindi, ammo 2022-yilda Buyuk Britaniya Oliy sudi Shotlandiya parlamenti Westminster roziligisiz bunaqa referendum o'tkaza olmaydi deb qaror qabul qildi. Paradoksni qarang, agar Shotlandiya mustaqil bo'lishni xohlasa, oldin o'zi tark etmoqchi bo'lgan davlatdan ruxsat olish kerak. Albatta, u davlat bunga ruxsat bermaydi. Lekin shotlandiyaliklarning ham har 10 yilda referendum so'rashi bu noto'g'ri.
Shotlandiya albatta mamlakat. O'z xalqi, tarixi, institutlari va milliy jamoalari bor. Lekin u mustaqil, suveren davlat emas. U Buyuk Britaniya ichidagi mamlakat. Film boshida xarita uzoqlashtirganimizda Shotlandiya yo'q bo'lib qolgan edi. Endi bilamiz, uni millati hech qachon yo'qolmagan. O'zini alohida davlat deb biladigan bu bitta Shotlandiya emas. Yevropani o'zida Kataloniya Ispaniyadan alohida bo'lib chiqib ketishni xohlaydi. Hatto ular Madridni ruxsatsiz noqonuniy referendum o'tkazishgan. Lekin bular keyingi video mavzusi. O'tkazib yubormaslik uchun albatta obuna bo'lib qo'ying.